Assalomu alaykum. Katta trapposingiz o'tkazib olishga shoshilmang. Chazor bilan spark mashinasini kraskalarini sepib qo'yganmiz. Xudo xohlasa juda ham chiroyli chiqdi. O'zingiz sifatini ko'rib baho berishingiz mumkin. Chazor mashinasini orqa bag'aj qismi xudo xohlasa gullari yoyilmasdan bir tekisda bo'lib chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Bitta buni bileskiga baho berasizlar. Nihoyatda chiroyli. Zernolarni qaranglar, tochka-tochka bo'lib turibdi. Dona-dona bo'lib. Bu yoqda Spark mashinasini oldi kapot qismi nihoyatda chang kam tushgan, gullari yoyilib ketmasdan o'zini zavodskoy gulidek bo'lib chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Chazor mashinamizni orqa bamper qismini ham sepganmiz. Juda nihoyatda chiroyli. Oyna shisha bo'lib chiqqan. Hammani qaranglar. Juda chiroyli chiqqan. Nihoyatda chiroyli chiqqan kapoti ham ko'rishingiz mumkin. Oldi bamferiga ham sepganmiz. Oldi bamferi ham bez polirovka chiqqan. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ishimiz yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying.